jang maydonlaridan omon qaytib, mamlakatimiz ravnaqi yo'lida fidokorona xizmat qilgan bugungi kunda ezgu duolari bilan hayotimizning fayzu farishtasi bo'lib kelayotgan qadrli urush va mehnat faxriylariga cheksiz tashakkurimizni izhor etamiz. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'g'lim, otangday mard bo'l. Ona tuprog'ing senga madadkor bo'lsin. Oy borib omon qayt. Germaniya 1941-yilning iyun oyida sobiq Sovet ittifoqiga hujum boshlagach, o'sha yili va urush yillari davomida o'zbek xalqining 1,951,000 nafar farzandi frontga jo'natildi. Ana shu olovli jangda ishtirok etgan urush qatnashchilarining 69 nafari hozir oramizda. O'sha bizning 17 yoshimizda armiya olgan. 17 yoshli armiyam Farg'onaga borib, 6 oy o'shada o'qib, zanat qilib, Qur'on yaloqlarni o'rganib bilagan. 6 oydan keyin bizning polka hammasi bir kunda prokaz bo'lib, frontga jo'natgan. Bo'g'on sulindan qilish. Har bitta bo'g'onda 55 ta, 60 ta soldat bolalar. Shu bilan frontga yetib bordik. Belorussiyaga. To'lagan Imomov Toshkent shahrida tug'ilgan, 99 yoshda. Frontning olovli chiziqlarida jang qilgan To'lagan Imomov o'sha paytda hali o'smir edi. Bu Toshkentdan frontga ketgan 100 minglab askarlarning eng yosh vakillaridan biri sifatida jangga kirdi. Hozir To'lagan ota va uning yurtimizdagi boshqa safdoshlari el yurt, xalq va davlat ardog'ida hayot kechirishyapti. Har yili 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida davlatimiz rahbari tabarruk keksalarimizni ziyorat qilarkan, ularning huzurlariga qilgan tashriflari davomida faxriylarimizning 2-jahon urushida ko'rsatgan xizmatlarini xalqimiz nomidan qadrlaydi. Prezidentimiz tomonidan mukofotlangan urush qatnashchilarini sovg'a salomlar bilan tabriklash shu tariqa butun mamlakat bo'ylab davom etadi. Ular yurtimizning turli viloyatlarida yashaydilar. 2-jahon urushi qatnashchilarining matonati biz uchun saboq, ularning o'zlari esa tirik tarix. Rossiyada tug'ilib, keyinchalik O'zbekistonga evakuatsiya qilingan. Hozirda Qoraqalpog'istonda yashayotgan onaxonning boshidan kechirganlari yosh harbiylarni ham hayajonga soladigan voqealardir. 14 yoshida urushga kirgan onamiz to urush tugagunga qadar ko'chma gospitalda hamshira bo'lib xizmat qilgan. Mariya Karnishina Rossiyada tug'ilgan, 95 yoshda. Госпиталь же не nаш Evaka gospital. Bizning gospitalimiz ko'chma gospital edi. U hech qachon bir joyda turmagan. Doim front bilan birga harakatlangan. Shu tariqa biz Germaniyagacha borganmiz. И таким путем мы до самого Германии добрались. Bu gul yoshlikning ortida ne hasratlar, ne azoblar bor. Bugun 104 yoshni qoralagan Fayzulla ota Nurmatov 20 yoshida G'allorol tumanidan urushga jo'nab ketgan. U Moldaviya, Ukraina, Polsha, Chexoslovakiya, Vengriya yerlarida jang qildi. Fayzulla ota bir oiladan frontga jo'natilgan
8 nafar farzandning eng kichigi. Jangda fashistlar Fayzulla otaning ko'z o'ngida uning akasini yoqib yuborishgan. Otaning bu haqdagi hikoyasi juda achchiq. Urushning og'ir savdolarini boshdan kechirgan yana bir qahramonimiz Toshkent viloyatida tug'ilgan. O'qlar yomg'iridan omon chiqqan askar. Ammo o'zi o'sha paytda bunday dahshat ichida tirik qolishiga ishonmas edi. Anorboy Jalilov Parkent tumanida tug'ilgan. 98 yoshda. 50-yilning 21-oktyabrda javob berdi. Bir oydan oshiq yo'lda kelib, o'yga yetib keldik. 15 yigitdan 3tasi Germaniya hududida qolib ketdi ular. Halok bo'ldi 3tasi. Bir 6tasi yarador bo'lib keldi. Xudoga ming qator shukr, men sog' salomat keldim. To'lagan ota Imomov hikoya qiladigan dahshatli urush manzaralarini tasavvur qilishning o'zi bir azob. Chopib borib, karosga piribishga deydi-yu hali yotibdi. O'sha bajarib ketayotganimizda karosga piribishga qilib, shunda mana shu chap oyog'imni qo'ysam, men baravar qon osmonga o'tirdi meni. Bu yerda mina joylashtirgan ekan. Yo'l bor edi, yo'lda mina joylashtirgan ekan. Mina mana osmonga turdi oyog'i. Yuqori chiqarib o'sha yerda nima bo'lganini bilmay yotdim. Bir mahal mani sheriklarim nemis quvib ketishdi. Nemis orqaga qaytdi. Shunda haligi joyda men osmonga chiqib, mana shu joyga chiqyapman. Nima bo'ldi menga deb yana qarasam, o'sha men turgan joy cho'qib qora turib hovuz paydo bo'ldi. Qor yo'q, qish yo'q, hovuz paydo bo'ldi. Mani oyog'im inaga qaradim, oyog'im yaralanib. Shu yerda inaga yotdim. Urush maydonidagi askarlarning xalq va vatan kelajagi uchun ko'rsatgan jasoratlari qiymatini baholash oson emas. Ammo hamshiralarning da xizmatlarini so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Ular jang paytida jon talashayotgan askarlarga xuddi najot farishtalari kabi yordamga kelardilar. Aklima Shayxuddinova Rossiyada tug'ilgan. 98 yoshda. O'qishga kirdim. 7 klass bitirib, 3-yilda kuz oylari, sentyabr, oktyabr, noyabr Ruminiyaga jibardilar. Ruminiyadan so'ng Yugoslaviyada gospital bo'ldi bizning. Raniylarni mashinalarda frontdan tashiylar. Shu qadar ko'p o'rin yo'q. Vrachlar не успевает. Каждому надо операцию сделать, у каждого гангрена, у каждого тяжелый. Носилка bilan ketirarlar, tashirlar. Biz 2 medsestra bir yoqdan, ikkinchi yoqdan tutib, ularni mashinadan tushirib, назывались мы вольно-наемные. Bizning orqamizdan sestralar keladi. Yaradorga yordam berish. 2 sestra menga o'sha yotganimni ko'rib, o'shadan kelayotgan yo'lda to'g'ri mani oldimga kelibdi. Boshqa qabul. Oyog'im piyma bor edi. Piymani olib tashladi. Piyma qonga to'lib qoldi. Oyog'imni mana orqasidan 5 ga bo'lib olibdi. Bu yog'i 3 bo'lib bo'libdi. Alaygan. Shu yerda men endi o'zimni yordamga qoldim. Sestralar oyog'imni tozalab, qonini boshqatdan boylab
Hoy dedi. Şunu dedi. Başka hiç kim yok. Yani buyruğu bugün sesleye oraya karşı buyruğu yok. Yaralar sesleye ama olanda yürüsün. Bir zamonlar navqiron askarlar safini to'ldirgan bu jangchilarning o'tmishlari bizga nur va zulmatning mohiyati nimadan iboratligini anglatadi. 100 yoshni qoralayotgan Umarali Otaboyevning kechmish hayoti ham bugungi Dorilomon kunlarimizning qadri naqadar ulug' ekanligini eslatib turibdi. Nuroniy otaxonlarimiz bizning yorug' kunlarimiz uchun janglarda qon kechdilar. Sovuqqa, ochlikka, urushning chidab bo'lmas mashaqqatlariga chidadilar. Mana bu yerda bizlar kazarmamiz bo'ladigan bo'lsa, bir 6-7 metr yerda yana o'sha yerdan kovlab omborxona qilgan. Ikkita eshigi bor. Ichkari tomonda kartochkalarni qo'yganda eshikni qutlab qo'yadi. Bu yerda kasav turadi, qorovul. Bu yerda yana eshik. O'shan eshikdan kartochkani olib chiqib, bir-biriga ma'mursangiz, toshga urganda qanday shaqillasa, shunday shaqillaydi. Uni nechun yesangiz chuchmal bo'lar ekan u. Ana shunaqa ovqatlar bilan ovqatlantirganmizlar. Piskent tumanidan urushga ketgan Anorqul Xotamov front yo'llari bo'ylab to Germaniyagacha bordi. Harbiylar ardog'ida, farzandu arjumandlar huzurida elu ulusning faxri bo'lib o'tirgan 98 yoshli otaxonimiz urushga kirganida hali 20 ga ham to'lmagan edi. Hoji otaning tengdosh do'sti, yangiyo'llik Nodir Mansurov ham Berlingacha borgan jangchilardan biri. Nodir ota 1945-yilda urush tugaganidan keyin yana 5 yil qolib Avstriya, Vengriya, Bolgariya, Ruminiya, Chexoslovakiyaning bir qancha shaharlarida xizmat qilgan. Muhiddin Do'sanboyev O'rta Chirchiq tumanida tug'ilgan. 99 yoshda. Belarusiyada, Polshada, Varsovani atrofida, dinni ishg'ol qilishda, Polshani ozod qilishda qatnashganmiz. Polshada Visa daryosi, Germaniyada Oder daryosi. O'shani kechib o'tganmiz. Do'stlar bergan qayiqlar, lekin ne'matlarni samolyotda bombis qilib birdaniga ko'prikni mayda qilib ketardi. 3-4 soatda yana tugatib, yana soldatlarni qo'yardi. Yirik shaharlarni dushmandan xalos qilishda ishtirok etgan Muhiddin ota olis xotiralari bilan o'rtoqlashar ekan. O'sha paytda jangchilar avlodining kenja vakillari bo'lishiga qaramasdan, u vayronalarda nima maqsad bilan yurganligini yaxshi anglab yetgan edi. Oziq-ovqatdan ham, kiyim-kechakdan ham, sovuq bo'lsa ham chidaganmiz, och bo'lsa ham chidaganmiz, g'alaba bo'lsin deb. Soldatni uyi dala akop bilinmas. Unaqa mavzuga uyda vaqtda yo'q edi ham bo'lmagan manda bo'ldi. Inson mehr uchun yaratilgan. Inson muhabbat uchun yaratilgan. Dunyodagi jamiki ezgu tuyg'ular insonga xos. Shu bois muhabbat bilan yaxshilik hamisha odamning qalbini bezaydi. Kimningki qalbi go'zal bo'lsa, uning issiq taftini ham his qiladilar. Ammo afsuski, dunyoda yovuzlik ham bor. Afsuski, bu ham odamga xos. Xuddi mana shu bugunda Yesimda, Kenigsberg
Kenizbek shahrida 22 aprel 1945 yil Asabolda yiqildik. Polsha shahriga ozod qilishda qatnashdim. Polsha shahrini ozod qilib, Berlinga tuprog'iga o'tdim. Hasanboy Xolmatov Toshkent viloyatida tug'ilgan. 100 yoshda. Urush tamom bo'lgandan keyin yana Belarusiyani Bryanskiy oblast Gorod Kelinchi degan joyga qaytib keldik. Shu yerda to 3-mart 1950-yilgacha xizmat qildim. Kelsam, otam o'lgan, onam o'lgan, ocharchilik, qammatchilik, bitta opam Farg'ona viloyatini Bag'dod degan joyga turmushga chiqqan ekan, shu yerga kelib qo'nardim. U paytlarda urushdan qaytib, xonimonidan ayrilgan bu jafokashlar uchun issiq ovqat, issiq kiyim, qahat edi. Hozir oramizda hayot bo'lgan urush qatnashchilarining ko'pchiligi frontda paytidayoq ota-onalari ularning dog'ida dunyodan o'tib ketgan. Ular uchun achchiq sinovlar tinch hayotda ham davom etavergan. Qahramonlarimiz bugun o'zlariga ko'rsatilayotgan hurmatni, izzat ikromni Yaratganning ulug' tuhfasi, ona yurtning iliq mehri, xalqimizning munosib ardog'i deb biladilar. Axir biz ularning qarshisida burchli avlodmiz. Toki dahshatli janglarda urush azoblariga guvoh bo'lgan faxriylarimiz oramizda ekan, bu kunlarning shukronasini xuddi ularchalik to'kis ado etishimiz kerak. O'zimiz yosh, 17 yoshimda ketganman. 42-yili. Xullas, endi qiyinchilik. Mana sizlar hali kinopinada ko'rgan bo'lsaring kerak-ku. Hech bandani boshiga bunaqa kulpa tushmaslik kerak-da. Bu qiyinchilik ana o'shanda bo'ladi, hamma yo'q. Eminjon Temirov Marhamat tumanida tug'ilgan. 99 yoshda. Bir nesli ichidamiz, shu o'q tegib, archalarni shoxlarida tushiryapti. Yarador o'shancha ko'p. Mashina bordi, shu yarador mashinada voy oyoq, voy qo'lim deganlar yotibdi mashina ichida. Endi bizni gruppadagilarni o'q tekkanlarni olib mashinaga chiqishga hech kim yurak dov bermaydi-da. Nima o'zim o'yladim. Hali bir sizlar ko'rganlaring yo'q. Rus oshnam o'lguncha bizga kelib yurib o'lib ketdi. Shu odam bir bomba tushib qariga yiqilgan chuqurga yotib olgan ekan. Yugurib borib uni qo'ldan ushlab turg'izib gangib qolibdi. Keyin aytdimki, baribir o'lasan. Shunchalik qirg'inda tirib ketishlik Alloh biladi. Ki o'lsam o'lib ketay dedi-da, dedim men mashinaga chiqib, olib beringlar u yaradorlarni deyman. Hammasini mashinaga solib, mashinani jo'natib yubordik. Men qoldim. Men boshimdan yarador bo'ldim. Keyin meni Sanchasga olib ketishdi. O 7 kunga yotim Barisada sog'ayib yana frontga ketdik. 104 yoshni qoralagan asakalik Abdullajon ota Abdurasulov
tinchlik degan so'zni takrorlashdan hech qachon charchamasligini aytadi. Men doim tinchlik so'zini baland ovozda, aynan 3 qayta takrorlab aytaman deydi otaxon. Beshikdagi chaqaloqlar, ayollar, qizlar, bolajonlar haqqi hurmati tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Namanganlik Muhammad Rahim ota Inomov ham 101 yoshda. Bomba yuklangan 3 ta nemis samolyoti ular berkingan o'rmon ustida aylanib, bombalari bilan yerni larzaga keltirganlari haqida gapirar ekan. U fojiadan faqatgina mo'jiza tufayli omon qolganini ta'kidlaydi. Mana bizlar ko'rgan qiyinchiliklarni, ob-havoning sovuqi, non masalalari da'da ko'rdik bizlar, shu bacharak ko'rmasin. Endi mana vatanimiz hozir hamma narsa bor. Mana yoshlarimiz sog' salomat bo'lsin hammasi. Hojimurod Bektoshev Olot tumanida tug'ilgan. 97 yoshda. Urush qatnashchilarining hayotiy hikmatiga ko'ra insonning yoshligi har qanday qiyinchilikni yengishga qodir. Ammo bu qiyinchilik har qancha bo'lsa ham ilm yo'lida bo'lsin. Ota-ona, xalq, el va yurt xizmati yo'lida bo'lsin. Urush bo'lmasin. Urush odamning umrini zoyi qiladi. O'zbekistonning urush zahmatini chekmagan, farzandlarini urushga jo'natmagan biror bir viloyati, biror bir tumani, biror bir qishlog'i yo'q. Yurtimizdan urushga salkam 2 million odam ketdi. 580 mingdan ortig'i qaytmadi. Yana 10 minglab jangchilarimiz bedarak yo'qoldi. 640 ming odam turli darajada nogiron bo'lib qaytdi. Hozir oramizda yashayotgan urush qatnashchilari biz uchun hayotlarini tikkan marhum jangchilarning qahramon yelkadoshlari, safdoshlari sanaladi. Nima uchun xizmat qildik? Vatanimiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin, O'zbekistonimiz buyuk davlat bo'lsin deb xizmat qildik endi. Xolbek Ravshanov Zomin tumanida tug'ilgan, 98 yoshda. Chiroqchilik 98 yoshli Jo'rabobo Yodgorov urushgacha bo'lgan qiyinchiliklarni ham yaxshi eslaydi. Shahrisabzdan frontga ketgan Saydullo ota Jabborov esa hayotidagi uchala bosqichni ham, ya'ni urushgacha, urush davrida va undan keyingi yillarni qayg'u bilan xotirlaydi. Bu xotiralar orasida urush balosi eng qo'rqinchli xotira. Bunday jangga kirgan odam qaytib chiqishiga ishonmaydi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, o'limni bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Sen bo'lishim meni yeshiladi. Meni o'lmay qolgan ekanman, qancha hurmat, izzat bo'lyapti deb o'zim quvonaman. O'zim yeshlayman. Xayrullo Shermatov Kasbi tumanida tug'ilgan, 100 yoshda. Va tankga kirdim. Tankga kirdim, o'sha granat tayladi. Taydan yemaklar pozitsiyasiga kirdim. Tirik qolishga ishonmaysiz. Mamlakatimizning barcha viloyatlarida urush qatnashchilari uchun hamshiralar, tibbiyot xodimlari biriktirilgan. Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilarining barchasi ularning nazorati ostida. Olis yillar qatida qolgan yoshlik xayoli, urush xotiralari bilan yashayotgan donishmand bobolarimiz hayotining har bir lahzasi barchamiz uchun qadrli. Navoiylik Pirnazar otaga quroldosh do'stlaridan biri doim ishonch bilan "Nazar, sen 100 ga kirasan" derkan. Otaxonimiz esa do'stining bu gapiga zarracha bo'lsin ishonmagan.
hozir Pirnazar ota 104 yoshni qoraladi. Germaniyaga yo'rdi bizlarni. 25-yil yoshlarini. Bir o'l kishini. Orada yana 5 yil xizmat qildik. 5 yildan keyin man javob bo'lib keldim. Yani boshqadan ro'zg'orda onam o'lgan, otam qarib bo'lgan, ukalar odamlar qo'yib ketgan. Ahad Ochilov Samarqand shahrida tug'ilgan. 99 yoshda. Masalan, bizning qishloqdan 1200 kishi ketgan urushga. Kelgan hammasi 75 kishi qaytgan. Mana shu 75 kishidan bitta man qoldim. Boshqa qishloqlar ham xuddi shunday. Samarqandlik Bo'ron ota Gadoyevning pand va nasihatlaridan ko'nglingiz sokin tortadi. Otaxonning aytishicha, shamolday o'tadigan umr davomida inson uchun aslida ko'p narsa kerak emas. Qani endi jangu jadallarning, qirg'inbarotlarning boshida turadiganlar urush ko'rgan bobolarimizning bu hikmatlariga amal qilsa. Urush bu eng og'ir so'z. Rayim Yusupov Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 98 yoshda. Qishlog'imizdan ham 42 kishi ketgandi. 42 tadan 25 tasi shu joylarda hali bo'lganda 17 ta qaytib keldi. Kelsam onam ham otam ham o'lgan ekanda. Bobolarimiz guvoh bo'lgan urushni Oybek shunday tasvirlaydi. Bexosdan uzilgan shoda dur kabi to'kildi umidning rangli barglari. Osildi bir onda qo'llar madorsiz, yer qochdi, qoraydi quyosh zarlari. Hech qachon yer larzaga kelmasin. Quyosh zarlari hech qachon qoraymasin. Biz ko'rdik, yendagilar ko'rmasin o. Shunday. Anavi odam ko'rsa jilab yarg'isi keladi, eskasa. Endi bundan buyoqqa shunday urush bo'lmasin. Xalqimiz, elimiz tinch yashasin. Rahmonberdi Mirzarahimov Sho'rchi tumanida tug'ilgan. 97 yoshda. Ko'p vaqtlar issiq ham ichmadik, qaynoq suv ham ichmadik. U yerda bizga aytadi, quduqdan ham suv olmanglar deydi. Zaharlab ketgan deydi. Qahramonlarimiz tirik guvoh. Urushda dushmanlardan, dushmanchilikdan boshqa nimani ham kutish mumkin? Hamisha makr hiyladan iborat bo'ladigan urushning yagona sabog'i bor. Yer yuzida kechgan qonli janglar tarixi, kechayotgan urushlar tinchlikning eng bebaho ne'mat ekanligini anglatib turadi doim. Urushda g'alaba bo'lmaydi. Urushda hech kim yengmaydi deydilar. Lekin urushdagi mag'lubiyat yo'qotishlardan ko'ra 10 chandon og'irroq. Chunki mag'lubiyat millatni qulga aylantiradi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari bizning kelajagimiz uchun jang qilishdi. Biz bu g'alabaning mohiyatida erkni, ozodlikni ko'ramiz. O'zbek xalqining farzandlari urushga sobiq ittifoq nomidan kirgan bo'lsa ham, xalqimizning front ortida ko'rsatgan jasorati tarixda qoldi. Bizning buyuk g'alabaga qo'shgan hissamiz mislsizdir. Bunda har bir ishtirokchining o'z o'rni bor.
Urushda 3 marta yarador bo'lgan Hayit ota g'alabani haqiqiy harbiylarga xos tarzda talqin qiladi. Birinchi urush boshlangan kechadan boshlab 3 hafta bizga chekindik. Nemislar oktyabr oyiga yetolmasligini bilib, ikkinchi reja tuzdi. Bu ikkinchi rejaning oti Tayfun. Tayfun degan reja. Tayfunning maqsadi dekabrning oxirigacha Moskvani olish. Bu Tayfun ham yaxshi natija bermadi. Dekabrning oxirida nemis kirolmadi. Lekin juda yaqin masofaga borib qoldi. 30-35 kilometr qoldi Moskvaga kirishga. 5-iyundan 12-iyunga qadar Kursk Dugoyanda birgani shahar emas endi bu yoqqa. Kamida 200-300 kilometr. Nemislar joylashgan. Ona qarşı bizim ham 3 armiyamiz qarşı turdi. 5-iyunda nemislar hücum qiladi degan bir telegramma keladi. 12 kun urush bo'ladi. Kecha kunduz. To'xtagan yo'q. Bizlar nemislar 12-iyul kuni pozitsiyani taylab chiqib ketadi. Hayit Musayev Boysun tumanida tug'ilgan. 101 yoshda. Yıl 8 sentabr kuni Stalingradga urushga kirdim. 8 dekabr kuni ranib oldum. 91 kun Stalingrad jangida. Xrushchevga ham qanday, Xrushchevdan keyin ham bu birinchi. Ikkinchi ranib olishim Ukrainaning Dnepr, Kirumchik, Kirboyrak shaharlarini ozod qilishda ishtirok 18 kun 3 shaharni ozod qildik. Men Ukraina 4-frontining sostavida xizmat qilardim. 18-noyabr kuni Ukrainaning Kirboyrak shahrida ikkinchi marta kallamdan o'skalmay ranib. 3-martasida Belorussiyaning Gomel degan shahri bor. Gomel shahrini ozod qilishda jangga kirdim. 13-aprel kuni ranib oldim. 11 kun deganda 3-marta oyog'imdan oyoq sinib bo'linib 3 marta ranib olib, 3 ranib olishda 117 oy go'shtida yotdim. Ayovsiz janglardan omon qaytib, oramizda yashayotgan urush qatnashchilari ichida Sobir ota ham bor. Ne bo'z yigitlar, ne quroldoshlar uning ko'z o'ngida halok bo'ldi. Bir oktan 100 adam, 200 adam ölüp giderdi. Senet 8 kilo ağırlıkta oladı o. Ya poşkanı oku. Şunu götürüp salıp ata dedik. Sobir Qurbonov Shovot tumanida tug'ilgan. 101 yoshda. Jang maydonlarida halok bo'lganlar ham, bedarak ketganlar ham xuddi Mirzo Ahmad bobo Sulaymonov yoki Mixail ota Kalmogarovlar singari kelajak avlodning tinch hayoti uchun qo'llariga qurol olishgan. Ularning yagona hayollari, yagona o'ylari g'alaba edi. Birgina oilaning farzandlari taqdiri emas, balki butun bir mamlakatning kelajak avlodlari taqdiri ana shu urushdagi g'alabaga bog'liq edi. Zarkentlik Topildi boboning urush haqidagi xulosalari ana shunday. Ular urushda g'alabadan boshqa narsani o'ylamagan. Chunki qonli jangda bundan boshqa narsani xayol qilish imkonsiz. G'alabaning esa Hayit ota aytganidek bir necha amrlari bor. Shulardan biri qurbon berish. Urush qanday baloki minglab olov qalb yigitlarning ona yurtga g'alaba qozonib qaytishlari uchun 10 minglab o't yuraklarning joni talab qilinadi. G'alaba qilishning bir amillari bor. Birinchi, hamma millatning maqsadi ozod bo'lish. Ikkinchi jahon urushida 110 million kishi jangga qatnashgan. Shuning 70 millioni
Sovetning zimmasiga tushadi. Biz qurbon berish hisobiga g'alaba qozondik. Chakana qurbon bermadik biz. Katta qurbon berdik. Urushda o'lganning yarmidan ham ko'pragi Stirning bo'yinda. Uchinchisi, 41-42 yil biz chekindik. Urush tajribamiz yo'q edi. Pala-parsiz urushardik. Nemislardan qanday jang qilishni o'rganib chekindik 2 yil. 43dan boshlab biz shu nemislar o'rgangan tajribani amalga oshirdik. Nemislar bizning tajribamizga chidayolmay chekinishga majbur. Ikkinchi jahon urushida juda ko'p millatlar ishtirok etdi. Har qaysi xalq undan o'zicha xulosa chiqarishi mumkin. Ammo biz uchun haqiqat shuki, ikkinchi jahon urushi frontga 2 millionga yaqin farzandini jo'natib, front ortida bor u yo'g'ini g'alabaga bag'ishlagan o'zbek xalqining metin irodasini namoyish qildi. Mana shu ikkinchi jahon urushida bizga nimalarga olib keldi? Bizni qashshoqlik olib keldi. Urush bo'lgan joydagi xalqimiz qancha aziyat chekkan bo'lsa, urush bo'lmagan joydagi xalq ham shu azobga sherik bo'ldi. Yeganli non, yeganli kiyim, oyoq isitma yo'q, davlat tomonidan ta'minot yo'q. O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi armiyaga olingan. Respublika bo'yicha. Ikkinchi jahon urushi tarixda birinchi qirg'inbaraq urushi. Bunday urush hech qanday avvalgi asrlarda bo'lmagan. Bugun 69 ta qahramon, 69 ta qudratli jangchi biz bilan hamnafas. Bu tabarruk keksalarimiz aynan mamlakatimiz prezidentining e'tiborida. Ozod, obod kunlarimizning go'zal damlari mana shu kunlarni deb qon kechganlar, jon chekkanlar uchun hayotning eng qadrli damlari bo'lsin. Biz oy borib omon qaytgan jangchi otalarimiz, jangchi onalarimiz qarshisida hamisha ta'zimdamiz. Izzat, ikrom, mehr, shafqat ila barchalarini kaftimizda tutamiz. Shoir aytganidek, minnating kiprigim ustiga durra.